Kechasi 2da kelsangiz ham indamasinmi? Eski dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Kel o'g'lim uyga degan dadani yo'qotib qo'yasiz. Eski mehribon dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Jahldor dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Chunki ha qo'y endi ishlayapti deydi. He, qayerda ishlayapsiz o'zi? Nimani qoyillatib qo'yapsiz o'zi? Siz sababchisiz xolos. Allohning lashkarisiz xolos. Sizga Xudo beryapti, buyruq bor, shunga berib qo'ygin deyapti. Siz sababchi bo'lib olib kelib beryapsiz xolos. Uni siz yaratganingiz yo'q. Uni siz borib zavodda qiynalib olib kelganingiz yo'q. Dadangizni xijolat qilib qo'yavermang hadeb. Agar olib bergan taqdirda ham dada boru yo'llari qilaman siz. Instagramda portlatib dadamga deb butun qaynota qaynonalarning oldida, hammani oldida dadam umrida maoshi